konsert beryapmiz. Почти hamma o'sha labeldagilar bilan. Tak. 4-da Samarqandda konsert bo'ladi. Agar sizga qiziq bo'lsa, muxlislar ham kutayotgan bo'lsa, siz taklif qilishimiz mumkin. Agar sizga qiziq bo'lsa, juda ko'p sostavda odamlar bor. Bitta takoy partiya qilamiz, konsert qilib. Qiziq Nima bo'lsa, u? siz ham chiqishingiz. Qayerda u? Yana klubdami yo stadiondami? Yo'q. Hozir mazgi даже lokatsiyasi bormi ekan? Tak, hozir. Tak. Samarqand amfiteatrida soat 7da boshlanar ekan. Ikkinchida biz Qarshida bo'lamiz. Qarshidan keyin biz anaqaga o'tamiz. Samarqandga. Samarqandda qitchu bo'ladi. Agar qiziqsangiz, bitta chiqib yoraman desangiz, ideya qilsak bo'ladi. Chunki hamma bizlarni so'ylab bo'ladi o'sha yerda. Kimlar bo'ladi? Bizdan bo'ladi. Kim boradi o'zi o'tga? Hozir aytaman sizga. Hamma shaharda sostav adashmasam har xil edi. Tak, bizda qarang kimlar bor ekan bu yerda. Tak, Asilvayn, Massa, Abrobey, mana Kuba, Sarvar Kuba degan artistimiz bor. Tak, bu qaysi shahar? Bu Qarshiniki ekan. Tak, Shaka, Minor, boshlovchi Sardor Salyamov ekan. Zo'r. Do'ppi Twins bo'lar ekan, Chab bo'lar ekan. Xorazmdan ikkita inson bo'lar ekan. O Java bo'lar ekan. Biz hozir endi polniy takoy PR-ni boshlaymiz bu narsani. Atak zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Mana Samarqandga to'xtayman. Muzikalniy Uzrep festivali bo'ladi. Tak, Samarqandda yozgi mo'jiza amfiteatrida bo'lar ekan. Tak, Samarqandda Shohrux Rep, Sarvar Kuba, Chabdo'ppi. Har xil, короче, shaharda har xil sostav bo'ladi. Yaxshi. Agar qiziqsangiz, go ketdim. Bizga Kiryormi? Tak, bilmayman anaqasini. Men bu hali polniy sostav emas. Menga 1-chisloda polniy sostavni berishadi. O'shanda aytamiz-da. Kim nima aniq bo'lishini, kimdadir vaqti bor, kimdadir yo'q. Keyin yana bitta narsasi bor. Kimdadir kimdadir kontrakti bor, qanaqadir produktlar bilan. Ularni produkti bunga mumkin emas. Mana shunaqa narsalar bor-da, kimga to'g'ri kelsa. Bu hozir mana misol uchun juda ko'payganda, misol u kimdir prozbasi bilan shunchasi kelyaptimi yo просто hamma xohlagani qo'shilib ketyaptimi? Yo'q, o'zimiz sostav qilib, masalan, muxlislar aytadi, mana ma'mur kelsin deb. Kim kelsin, anaqa hammani qilsa, chaqirsa, biz qo'shyapmiz. O'sha aytganimda, to'g'ri kelsa bo'ldi. Главное, masalan, bir xil bolalarda kontrakti bor-da, bir xil produktlar bilan, bir xil kompaniyalar bilan anaqasi bor, kontrakti bor va ularga, например, boshqa kompaniya sponsorlik qilib bersa, ular konsertda chiqa olmaydi. O'shaning uchun bir xil chiqa olmaydi. Shunisi ham bor. Kim как бы свободный bo'lsa, muammosi yo'q bo'lsa, o'shalar hamma konsertga chiqyapti. Tak, yana bugun o'sha biz Azzaka bilan, Azzaka bu Wave Concerts именно mana shu konsertlarni organizovat qiladilar. Ular bilan birgalikda biz label ochganmiz. O'sha Azzaka ham gaplashdilar, polniy harakat qilamiz videoga olib, uni keyin anaqaga qo'yishga, kanalga qo'yishga. Чтобы agar kelolmaganlar ham на всякий случай ko'rishadi. Такой zo'r kontent qilamiz. Вот, agar Ну, что мне сказать? Я могу это обговорить еще раз, да, потом уже отдельно, как, что, зачем, vaqtga qarab, в принципе. Да, endi просто hammamiz bitta странада yashaymiz-ku, o'shaning uchun. Ну, мне кажется, ну, состав что-то слишком большой-mi deb o'ylayapman, или что вообще? Да. Востребованныйlar-da bular hozir, a? Tushunishim bo'yicha. Endi konsertda, mana masalan, чтобы такой активный, zo'r konsert bo'lishi uchun-da, bitta ikkita odam bo'lsa qiyin-da, sal anaqa cho'zish. Ani o'tgan safar biz Asilvayn bilan 1 soatlik qildik, 1,5-2 soat qilish qiyin-da baribir. Shunisi bor. Вот. Yaxshi. Birinchi mana o'tgan yili biz Qarshiga bormadik. O'shaning uchun birinchi bo'lib biz Qarshidan boshlayapmiz. O'tgan safar juda ko'p Qarshiga chaqirishdi. O'tgan yil o'zi biz so'radik-da, qaysi shaharlarga boraylik deb. Qarshini
kam odam yozganda, уже biz sostav qilib bo'lib, hamma narsani qilib bo'lgandan keyin hamma chaqirishni boshladi Qarshigada. Shunisi bor. O'shaning uchun bu yil biz Qarshidan boshladik. Qarshi, Samarqand va adashmas Farg'ona edi. Farg'ona 13-sida Farg'ona. Oilaviy kecha bo'ladi deganlik. Da, o'zi Qarshida o'zi shunaqa востребованный joy. O'zi bu yoqda ham Toshkentda ham o'zi Qarshi ko'p-ku o'zi. Men o'zi Qarshiga hali bormadim. O'zbekiston bo'yicha ko'p joyda bo'ldim, lekin Qarshiga bormadim hali. Почти ko'p joyda lekin bo'ldim. Klublarda, hamma joyda yondirdik. Voy. Shunaqa. Keyin nima yana? Tak. Freestyle masalasi bo'yicha. Freestyle yana. Men harakat qilaman. Hammani yig'ib такой har safar просто чисто freestyle. Любой mavzuda odam просто такой kayf uchun beat qilamiz. Ashula yozamiz, freestyle qilib chiqaramiz. Har doim 5-6 ta artist bo'ladi. Hammada o'zini rangi. Birinchi, ikkinchi qismini qildik. Agar sizga qiziq bo'lsa, uchinchisida ham taklif qilaman. Ideya kelganda, полностью bitlarni yasaganda. Вот. Все, базара нету, можно, да, конечно, попробовать. А кто будет там? Yo, это har safar har xil bo'ladi. То есть, masalan, o'tgan safarga chiqqanlar chiqmaydi. Har safar yangi anaqa sostav bo'ladi. Да, можно попробовать. Уже masshtabniroq qilgan yaxshiroq, veteranlarni, pensionerlarni chaqirish kerak, misol. Ты, я, Shohrux, Shahriyor. Вот такое можно сделать, уже мощное конкретно. Да, просто bitta narsasi bor. Shunaqa bo'ladiki, bir xillarda odamda real vaqt bo'lmay qolishi mumkin. Yoki bizda yana bitta qoida bor. Agar kim klipni syomkasiga kelmasa, уже как бы отдельно MP3 qilib o'sha odam bilan chiqara olmaymiz. Shunaqa qoidalari bor. Hammani qiyin bir kunga yig'ish, kimdadir ishi chiqib qolib, kimdir chet elda bo'lishi mumkin. O'shaning uchun 5 ta 6 ta odamni birdaniga yozish, birdaniga klip olish bu o'zi emas. Juda qiyin narsa bu. O'shaning uchun men qilishdan oldin ham aytib qo'yaman-da, kimdir agar uspet qilmasa ham yoki klipga tusha olmay qolsa, ular klipda chiqmaydi. Endi xudoga shukr, paka 6 ta odam qildik, birinchi qismida ham, ikkinchi qismida ham hamma keldi. O'shaning uchun men 6 ta ushlashga harakat qilyapman. Endi kimdir kelmay qolsa. Atak ko'p odam ko'p qatnashaman degan odam ko'p. Har safar har bitta freestylda yangi boshlayotgan yosh artistlarni olishga harakat qilaman. Men bittasini tanlayman, bizdan поддержка bo'ladi deb uni qo'shamiz har safar shunaqa. Новое поколение, да, короче? 5 tasi masalan tanilgan bo'lishi mumkin, 6-chisi поддержка uchun bitta talantini tiqamiz har safar. Zo'r. Yaxshi, to'plarni qilish kerak ekan. 3-chisiga endi o'ta серьёзныйlarni yig'ish kerak ekan. Unda men ham poxod o'sha yerga qo'shilishim kerak. Anaqasi ham bor-da, o'sha masalan bitta tanlasam, tempini tanlasam, menga sizga tushishi mumkin-da, boshqalarga tushmay qolishi bor. То есть bitni ham tanlash qiyinroq bir xillarida. Shunaqa narsalar bor. Buni обязательно qilamiz. Da, 5-6 ta anaqa bitlarni qilib, голосование qilish kerak. Между собой, да? Обговорить можно сделать, не проблема. Или вообще можно же и бит поменять, или ты такое не думал, вот момент. Yo'q, bizda mana biz harakat qilamiz, maksimalni takvani dunyoni uровенida ishlashga, то есть masalan bizda bit bo'lsa ham, bizda